Dars jarayonida o'tiladigan tozalovchi klizma dasturini men sizga amaliy o'tib beraman. Tozalovchi klizmalar o'zi nima uchun qilinadi? Operatsiyadan oldin kattalarda va yosh bolalarda ich qotishida yoki ayrim diagnostik apparatlardan foydalanishdan oldin ham tozalovchi klizmalar qo'llaniladi. Buning uchun kerak bo'ladi qaynatib ilitilgan, ya'ni haroratda 36-37 gradus suv, vazelin va klizma apparati. Ayrim hollarda bu esmal krujkasi bo'lishi ham mumkin. Menda bu rezinali xaltacha va uchliklar. Bolalar uchun alohida, kattalar uchun alohida nasatkalar belgilanadi. Nasatkalar uchi taqib olinadi. Bularni ishlatishdan oldin albatta qaynatib tozalanishi kerak. Ishlatilgandan so'ng ham xlorli eritmalar bilan dezinfeksiya qilinadi. So'ngra qaynatib toza holatda saqlanish kerak. Mana biz rezinali xaltachaga yetarli suv to'ldirib oldik. Mana endi nasatkamizni ozroq vazelin surtib yumshoq kirishi uchun tayyorlab olamiz. Ozroq ochiladi. Har doim yodingizda tuting, klizma qilinayotgan bemor chap tarafga yonboshlab yotishi kerak. Joylashtirib oldik. Suv yurishi uchun maxsus mahkamlagichni ochib yuboramiz. Bundan so'ng suv orqa ichakka keta boshlaydi. Suv tamom bo'lgandan so'ng yopqichni mahkamlab yopib olamiz. Yopib olgandan so'ng ozroq salfetka qo'yib, dumba siqib qo'yiladi. Klizma uchun yuborilgan eritma iloji boricha bemor ichaklarida 10-15 minut turishi kerak. So'ngra bemor chiqarib tashlashi mumkin. Qanday holatlarda tozalovchi klizma tavsiya etilmaydi? Agar bilsangiz, izohlarda yozib qoldiring.